Assalomu alaykum azizlar. Demak, hozirgi kungacha barcha milliy sertifikatga tushgan savollarni har birini video uchun qilib Telegram kanalimizga joylab boramiz. Ya'ni nima? 2022-yildan boshlab sertifikat boshlangan. O'shandan hozirgi kungacha barcha tushgan sertifikatda har bitta savolni Telegram kanalimizga joylaymiz. Siz unda bizning Telegram kanalimizga barcha tanishlarni, qarindoshlar yoki o'qituvchilarni taklif qilishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol ko'rib, ya'ni har bitta shu sertifikat imtihonidan hozirgi kungacha har bitta savolni ko'rib chiqqan har bir kishi o'zi sertifikatga tayyor deganida. Demak, birinchi savolni boshlaymiz. Xo'p, nima deyapti mana? A, B, C turli raqamlar bo'lsa deyapti. 100 ta plus 10 ta B plus C ning eng katta qiymatini toping deyotgan ekan. Demak, mana yozamiz. 100 ta A plusdan 10 ta B plusdan C bo'lyapti. Endi A, B, C'lar turli raqam deyapti. Mana shu ifoda eng katta qiymatga erishish uchun endi raqamlarni tanlab olishimiz kerak. O'zi eng katta raqamimiz necha bo'ladi? 9. Keyingisi B teng 8, keyingisi C teng 7 deb tanlab olamiz. Endi har bitta A ni, B ni, C ni o'rniga mana bunga qo'yamiz. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 100 ko'paygan 9 plusdan 10 ko'paygan 8 plus 7 bo'lyapti. Buni hisoblab qo'ysak yetarli. Demak, 900 plusdan 80 plus 7 bo'lyapti. Hisoblaydigan bo'lsak necha bo'ladi? 987 ga teng bo'lgan ekan. Demak, javoblarga qaraymiz. 987 degani B javobga to'g'ri kelar ekan. Bo'ldi. Demak, B javob bo'lar ekan. Bo'ldi, shu bilan birinchi savol yakunlandi. Endi keyingi savollarni ko'rib o'tamiz.